Mijozlar ishonchini qanday qozonish mumkin? Bu juda ham yaxshi savol. Javobini ham oddiy qilib bersa bo'ladi. Faqatgina siz o'zingiz va'da berayotgan pozitsionirniyada va'dalaringizga turgan holatda mijozlarning ishonchini oqlasangiz bo'ladi. Da buni javobi juda ham oson eshitilayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni amalda qilish o'ta qiyin. Juda ham ko'p kompaniya rahbarlari yoki egalari, ayniqsa kichik va o'rta biznesda kompaniyaning liderining atrofiga qurilgani uchun odatda avtokratiya o'ta rivojlanib ketib qoladi. Qaysidir bir kompaniyaning rahbariga qanaqadir yana jozibador taklif kelib qoladigan bo'lsa, o'zini prinsiplaridan, kompaniyaning prinsiplaridan, pozitsioneriyasidan o'tlab ketish holatlari juda ham ko'p kuzatiladi. Misol uchun, mana siz premium sok ishlab chiqaradigan kompaniyasiz, siz sifatni, kачествоni birinchi o'ringa qo'yasiz. Qarayapsizki, bozorda ozgina krizis keldi, boshqa bo'ldi. Bozorda sokingizni narxini, sifatini ozgina tushirsangiz, yana kattaroq bozorga, segmentga kirib olishingiz mumkin deb sizga tuyulaveradi. Siz bu yoqqa kirasiz. Keyin qaraysizki, bu yerda yana holat o'zgargandan keyin to'xta. Endi deysiz, diabetlar uchun sok ham chiqazamiz deysiz. Bu yoqqa kirasiz, bu yoqqa kirasiz, bu yoqqa kirasiz. Ya'ni o'zingiz pozitsioneringiz yo'qolib qoladi. Siz boshqa mass marketda o'yin o'ynayotgan segmentga kirasiz, u yerda sizdan ancha kuchliroq o'yinchilar bo'ladi. Shuning uchun ham juda ko'pchilik mana shu pozitsionerlarni buzib yuboradi. Odatda buni yo kompaniya rahbari buzib yuboradi yoki savdo xodimlari buzib yuboradi. Shuning uchun ham kompaniya uchun eng opasniy bo'lgan bo'lim bu savdo. Savdo keladi, buni qo'yishlik, savdo keladi, buni qo'yishlik, savdo keladi. Mana bu zo'r ketyapti deydi. Marketing ishlamagan, shu marketing bo'limi rahbari ishlamagani uchun odatda kompaniya o'zini pozitsioneriyasidan sekin chiqib ketib qoladi va bora klientlar ularga ishonmaslikni boshlaydi.